ojolim o'tgan safar pipisa qo'ygan edim. Mana endi katta bulbul. Shunaqa bulbul niyat qilayotganlarga jo'natib qo'yasizlar. Tak, hozir sizlarga ajoyib holatlarni ko'rsatib beraman. Rostdan ham bulbulchasi uzun ekan. Mana bu oyoqlarini cho'zib turganini qaranglar-da. Mana bu tizzasi, bu yerda kindiklari bor. Tizzasiga bulbulchasi tizzasiga yetib qolibdi desam, adasi bilan oyisi shunaqa kulyaptilar. Oyoqlarini ushlab turgan holatlari. Tepaga ko'tarib ko'rib mazza qildilar. Tak, buni qiluvlarini qaranglar bolamni. Boshida mana shunaqa oyog'ini, qo'lini orasidan burunlarini ko'rsatdi oyisi. Voy, adasini o'zi ekan dedilar. Keyin bolajonimiz bizga mana shunaqa qiluvlar qilib berdi. Mana. Jonim mana, shirin toyim.